hurmatli parranda ishqibozlari, ya'ni Adler tovuqqa qiziqqanlar. Mana bugun 3-martmi, 2-mart kuni holatdagi tovuqlarimiz. Mana shu tovuqlarimizni jo'jalari ochib chiqdi. Jo'jalari sotiladi endi xudo xolasa, o'rtoqlar. Jo'jalari o'tgan safar tuxumga deb qo'yib, ancha tuxumga zakaz olishvardi inkubatorchilarimiz. Aka ancha aholiga tarqatishdi. Endi o'zimizga ochiryapmiz. Mana xudo xolasa, mana shu yerda 65 bosh, 70 ta makyon bor, 10 ta xo'rozi bor. Mana endi buni buyog'i shu tovuqlarda jo'jalari chiqadi xudo xolasa. Jo'jaga ishqibozlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz bir ekranga qo'yib qo'yiladi o'rtoqlar. Ana xo'rozlari yirik. Mana xo'rozlar yirik, katta xo'rozlar. Mana bittasi yana naryoqda yurishibdi. Mana xo'rozlarimiz, tovuqlarimiz. Mana yana bitta xo'rozimiz, yirik xo'roz. Mana dalil isboti o'zimga qoldi. Murojaat qilaverasizlar. Jo'jalarga zakaz olamiz endi o'rtoqlar. Jo'jalari bor, oluvchilar bemalol telefon qilaverasizlar. Mana xo'rozlar. Yirik xo'rozlar.